taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Boks olamida kuchli zarbaga ega bo'lganlar ko'p. Lekin raqibini birgina zarba bilan nokaut emas, balki komaga yaqin holatga tushiradiganlar barmoq bilan sanoqli. Mike Tyson davridan beri ringga bunchalik qo'rquv sola oladigan jangchi chiqmagan edi. Uning ismi Gervonta Davis, laqabi Tank. Bugun biz nima uchun uni zamonamizning eng dahshatli nokautchisi deyishayotgani haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz boshlaring. Assalomu alaykum boks ishqibozlari. Gervonta Davis Floyd Mayweatherning eng sevimli shogirdi, lekin uning uslubi Floydga umuman o'xshamaydi. Agar Mayweather ringda shaxmat o'ynagan bo'lsa, Davis ringga raqibini yo'q qilish uchun chiqadi. Nima uchun uni Taysonga o'xshatishadi? Birinchidan bo'yi. U ham Tayson kabi vazniga nisbatan kichkina hisoblanadi, lekin bu uning ustunligi. Ikkinchidan portlovchi kuch. U xuddi prujina kabi qisqaradi va kutilmaganda raqib jag'iga portlovchi zarba yo'llaydi. Davisning zarbasi shunchaki kuchli emas, u juda aniq. E'tibor bering, u raqibini ov qiladi. Bir necha raund davomida uni o'rganib va bittagina xatosini kutadi. Leo Santa Cruz bilan jangidagi uppercut yoki Ryan Garcianing jigariga yo'llangan zarbani eslang. Bu shunchaki boks emas, bu jazolash marosimi. Ko'pchilik ekspertlarning fikricha, Davisning chap qo'lida yadroviy bomba bor. Uning nokautlar statistikasi 90% dan yuqori. Bu yengil vazn toifasi uchun aql bovar qilmaydigan natija. Gervonta Davis shunchaki chempion bo'lib qolmoqchi emas, u tarixda qolmoqchi. 2025 va 2026 yillar Davis uchun haqiqiy imtihon yili bo'ladi. Xo'sh, ring qotilini oldimda kimlar kutmoqda? Shakur Stevenson, eng katta shaxmat jangchi. Bu boks olami intizorlik bilan kutayotgan to'qnashuv. Bir tomonda hech kim ura olmaydigan eng kuchli himoyachi Shakur. Ikkinchi tomonda har qanday himoyani yorib o'tadigan Tank. Bu jang kim aqlliroq va kim tezroq ekanligini ko'rsatib beradi. Ko'pchilik Shakurni Davis uchun eng xavfli raqib deb hisoblaydi. Vasiliy Lomachenko, afsonaga qarshi jang. Lomachenko boks professori. Garchi yoshi o'tib borayotgan bo'lsa-da, uning texnikasi hali hamon dahshatli. Bu jang yoshlik shiddati va tajriba o'rtasidagi bahs bo'ladi. Agar Gervonta Vasiliy Lomachenkoni nokaut qilsa, u yengil vaznning mutlaq qiroliga aylanadi. William Zepeda, zarbalar mashinasi. Agar siz Gervontani ko'p zarba beradi deb o'ylasangiz, Zepedaning janglarini ko'rib chiqing. U bir jangda 1000 dan ortiq zarba yo'llaydi. Ikkita to'xtamaydigan Terminator ringga chiqsa, bu yilning eng qonli jangi bo'lishi aniq. Isaac Pitbull Cruz bilan revansh. Eslatib o'tamiz, Pitbull Gervontani nokaut qila olmagan va unga eng qattiq qarshilik ko'rsatgan kam sonli jangchilardan biri. Muxlislar bu ikki jangchining yana to'qnashishini va haqiqiy nuqta qo'yilishini xohlashmoqda. Ko'rib turganingizdek, Gervontaning rejalari ulkan. Bu nafaqat o'z vaznida, balki vazn yuqorilab, yangi chempionlik kamarlarini ham ko'zlamoqda. U Tyson kabi afsona bo'la oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Tyson kabi Gervonta ham ringga chiqishdan oldin raqibini ruhiy tomonlama sindiradi. Uning nigohida rahm shafqat yo'q. U ringga chiqdimi, demak kimdir shifoxonaga ketadi. Uning Tank laqabi bejiz emas. U to'xtamaydi, chekinmaydi, faqat oldinga boradi. Xo'sh, sizningcha Gervonta Davisni kim to'xtata olishi mumkin? Vasiliy Lomachenkomi yoki Shakur Stevenson yoki haqiqatan ham u hozirgi davrning Mike Tysonimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosing va boks olamidagi eng qiziqarli yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.